Kiberxavfsizlikka oid milliy va xorijiy me'yoriy huquqiy hujjatlar tahlili. Reja, milliy kiberxavfsizlik siyosati va normativlari, xorijiy me'yoriy huquqiy hujjatlarning tahlili, milliy va xalqaro huquqiy talablarning solishtirilishi, kiberxavfsizlikda huquqiy normalarni rivojlantirish yo'nalishlari. Kirish. Kiberxavfsizlikka oid milliy va xorijiy me'yoriy huquqiy hujjatlar mamlakatlararo farqlarni hisobga olgan holda axborot texnologiyalari sohasida huquqiy tartibotni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu hujjatlar kiberxavfsizlikni mustahkamlash, ma'lumotlarni himoya qilish va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha asosiy tamoyillarni belgilaydi. Milliy kiberxavfsizlik siyosati asoslari. Milliy kiberxavfsizlik siyosatining umumiy tushunchasi. Milliy kiberxavfsizlik siyosati davlatning raqamli makondagi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan strategik hujjat bo'lib, uning asosiy maqsadi axborot infratuzilmasini himoya qilishdir. Siyosatning davlat boshqaruvi va milliy xavfsizlikdagi roli. Kiberxavfsizlikning siyosati davlat boshqaruvi tizimida muhim o'rin tutib, milliy xavfsizlikni ta'minlashda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining xavfsizligini kafolatlaydi. Asosiy vazifalar va tamoyillari. Siyosatning asosiy vazifalari kiberxavfsizlikni ta'minlash, xavflarni oldini olish va milliy resurslarni himoya qilishdir. Tamoyillari esa xavfsizlik, mas'uliyatlilik va tezkorlikni o'z ichiga oladi. Siyosat tarixining rivojlanishi. Milliy kiberxavfsizlik siyosati o'tgan yillarda ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarga mos ravishda shakllanib, doimiy ravishda takomillashib borgan. Milliy normativ huquqiy hujjatlar to'plami. Milliy kiberxavfsizlik sohasida amalda bo'lgan asosiy normativ huquqiy hujjatlar haqida qisqacha ma'lumotlar. Birinchi, axborot xavfsizligi to'g'risida qonun kiberxavfsizlikni mustahkamlash uchun umumiy huquqiy asos yaratadi. Ikkinchi, prezident farmonlari kiberxavfsizlikni rivojlantirish uchun strategik yo'nalishlar belgilaydi. Uchinchi, vazirlar mahkamasining qarorlari milliy kiberxavfsizlik siyosatini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilaydi. To'rtinchi, normativ hujjat va nizomlar tarmoq va axborot tizimlarining xavfsizligini ta'minlash uchun texnik va tashkiliy talablarni o'rnatadi. Beshinchi, milliy kiberxavfsizlik dasturlari xavfsizlik siyosatini amaliyotga tatbiq etish uchun kompleks choralarni belgilaydi. Milliy kiberxavfsizlik siyosati va normativlar o'zaro bog'liqligi. Ushbu taqqoslash milliy kiberxavfsizlik siyosati va uning normativ huquqiy hujjatlari o'rtasida o'zaro bog'liqlik va uyg'unlikni ko'rsatadi. Siyosat milliy kiberxavfsizlikni belgilasa, normativlar uning ijrosi uchun qonuniy asoslarni yaratadi hamda nazorat mexanizmlarini ta'minlaydi. Milliy kiberxavfsizlik siyosati milliy darajada kiberxavfsizlikni rivojlantirish strategiyasini belgilaydi. Qisqacha va aniq maqsadlar va vazifalarni ko'rsatadi. Umumiy tamoyil va yo'nalishlarni belgilaydi. Siyosat normativ hujjatlar uchun asos vazifasini bajaradi. Kiberxavfsizlik sohasida resurslarni taqsimlaydi. Siyosatni amalga oshirishda davlat va tashkilot o'rtasidagi hamkorlikni shakllantiradi. Normativ huquqiy hujjatlar siyosatni qonuniy asoslarda mustahkamlaydi. Siyosatdagi maqsadlarni amalga oshirish uchun aniq qoidalar va talablarni belgilaydi. Nazorat va ijro mexanizmlarini tashkil qiladi. Muxolifat holatlarini tartibga soladi. Uyg'unlik va o'zaro ta'sir. Siyosat normativ hujjatlar bilan qo'llab-quvvatlanadi. Ikki tomonlama aloqa orqali kiberxavfsizlik tizimini kuchaytiradi. Normativlar siyosatni takomillashtirish uchun ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi. Nazorat tizimlari siyosatga muvofiq faoliyat yuritadi. Xorijiy kiberxavfsizlik normativ huquqiy bazasining asosiy turlari. Xalqaro konvensiyalar, mamlakat qonuni va qarorlari, standartlar va ko'rsatmalar. Xalqaro konvensiyalar kiberxavfsizlik sohasida davlat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi va umumiy qoidalarni belgilaydi. Ular kiberxurujlarni oldini olish, ma'lumotlarni himoya qilish va jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun asos vazifasini bajaradi. Mamlakatlar qonunlari va qarorlari. Har bir mamlakat kiberxavfsizlikni tartibga soluvchi o'z qonunlari va hukumat qarorlariga ega.
Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar axborot infratuzilmasini muhofaza qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberjinoyatlarga qarshi nazoratni ta'minlaydi. Standartlar va ko'rsatmalar. Xorijiy mamlakatlarda kiberxavfsizlik standartlari va ko'rsatmalari tizimlarni himoya qilish va xavfsizlik darajasini oshirish uchun zarur metod va qoidalarni belgilaydi. Ular texnik va tashkiliy choralarga oid me'yorlarni aniqlaydi. Turli mamlakatlarda kiberxavfsizlikning me'yoriy huquqiy bazalarining taqqoslanishi, masalan, AQSh asosiy hujjatlari FISMA NIST Cyber Security Framework talablar darajasi batafsil texnik va boshqaruv standartlar, yondashuv risklarga asoslangan va sektor yondashuv. Yevropa Ittifoqi asosiy hujjatlari NIS2 direktivi GDPR talablar darajasi yuqori darajada himoya hamda ma'lumotlarni saqlash talablari. Boshqa asosiy mamlakatlar Xitoy, Yaponiya asosiy hujjatlar Xitoyda Cyber Security Law, Yaponiyada APPI qamrov milliy va sektoriy qonunlar aralashmasi talablar darajasi o'ziga xos texnik standartlar va qattiq talablar. Xorijiy me'yor huquqiy hujjatlarning milliy amaliyotga ta'siri. Xorijiy kiberxavfsizlik normativ-huquqiy hujjatlar milliy qonunchilikni yangilash va modernizatsiya katta ta'sir ko'rsatadi. Samarali modellar sifatida Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlarining qonunlari milliy hujjatlarni shakllantirishda namunalar bo'lib xizmat qiladi. Xulosa: kiberxavfsizlikka oid milliy va xorijiy me'yoriy huquqiy hujjatlarning tahlili natijasida mamlakatimizda bu sohani tartibga soluvchi asosiy qonunlar va xalqaro standartlarning uyg'unlashuvi muhimligi aniqlandi. Milliy qonunchilik kiberxavfsizlikni mustahkamlashda o'z o'rniga ega ekanligi va xorijiy tajribalarni hisobga olish orqali yanada samarali himoya tizimlarini yaratishga imkon berishi ta'kidlanmoqda. Shu bilan birga, doimiy yangilanish va xalqaro hamkorlik kiberxavfsizlik sohasida raqobatbardosh va ishonchli muhitni ta'minlashda asosiy omildir.